Assalomu alaykum akalar va ukalar, qo'shqo'zlar, chorva ishqozlari. Akalar, bugun hafta kuniga seshanba 8-aprel 2025-yil biz video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shahar qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, zot yo'nalishiga o'ta go'zal qo'zlarimiz kelgan. Dahshat qo'zlarimiz. Shularni bitta video syomka qilib, narx-navosini tanishtirib o'tamiz. Urg'och qo'zli so'raganlarga urg'och qo'zli qo'ylarimiz bor akalar. O'ta dahshatlari, xudo xolosa ularni ham video syomka davomida ko'rsatib o'tamiz. Soni ko'p qo'ylar akalar. 60 ga yaqin qo'y bor. O'zi 100 ta edi, kecha yarmi 40 ta sotildi akalar. Kimga ma'qul kelsa qaysi qo'yimiz aloqachilarga xudo xolosa chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beramiz. Akalar, birinchisiga dahshat qo'zi qo'chqorimiz. Yungina qaranglar, yoshligiga qaramasdan tulashni boshlagan jonivor. O'ta go'zali bor-ku. Idealidan so'raganlarga ideal qo'zi qo'chqorimiz ekan. Uzunidan o'zi tulaydigan variantidan. Dumbasi mana tikka raketa dumba ekan. O'ta go'zal. Quloqlari, kalla g'oshlari hamma yo'g'i kelgan. Yunglari o'zi tulab bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Tishini ko'rsatib qo'ying. Mana tishi, qo'zichog'imizning tishi. Ammo bu kichkina, o'ta kichkina qo'zi qo'chqorimiz akalar. Akalar, kimga ma'qul kelsa zotga o'zim tarbiyalab boqib olaman degan akalarimizga narxi akalar telefon qilaverasizlar. $350 qilib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini yetkazib beramiz akalar. Ammo qo'zi oyoq qo'llari o'ta yo'g'on, hamma yog'i kelgan. Quloq shalpongligini ko'ryapsizlar akalar. $350 aloqa chiqarasizlar. Buni qimmat aytayotgan bo'lishimiz mumkin yo arzon aytayotgan bo'lishimiz mumkin kimnidir nazdida. Bu narsa akalar o'zimiz ham yaxshi narsani yaxshi pulga olamiz. To'g'ri tushuning. Kimga ma'qul kelsa $350 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida aloqa chiqarasizlar. Qo'zimiz ama brendiviy, rangi hamma yo'q, o'zi tulaydigan variantdan so'ragan akalarimizga simjunidan mana ketdi akalar. Keyingi qo'yni ko'rsatamiz. Akalar, mana navbatdagi qo'zi qo'chqorimiz. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Mana shunaqa yosh variantlardan so'ragan akalarimiz o'ta ko'p edi obunachilarimiz. Yosh qo'zlarni olib keldi akalar. Oyligi shu 3 oylik, 4 oylikka bormagan qo'zi qo'chqorimiz. Ammo o'ta ideal bu ham jonivor. O'ta uzun narsa. Yo'g'onligini ham ko'rib ko'rasiz o'zlaringiz uchun. Dumba raketa mana bunda. Shu aholi akalarimiz ko'proq yaxshi ko'rishadigan, bichillamaydi deyishadi, shunaqa dumbalar. Kishini ko'rsatib qo'y. Mana o'ta qo'zichoq akalar, vobshe. Mana yungidan ham o'zi aytib turibdi akalar. Shu 3 oylik, 4 oylikka bormagan qo'zichog'imiz. Ammo yem-hashakka kirib qolgan, dumbalari kelishgan qo'zimiz. Bo'ylarni o'lchab o'tamiz. Bo'yi mana. Bo'yi akalar mana. Mana holatda 74. Qo'zimizning bo'yi 74. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar akalar. Qo'zini zo'rini boqaman urug'likka. O'zim tarbiyalab katta qilib olaman degan akalarimizga qo'zini o'zi yoshi, gavdasi katta, shrenalari o'ta keng qo'zimiz. Narxi akalar buni ham $350 ga ozma sayri bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Ammo qo'zining tepasidan ko'rsalar ham o'ta yo'g'on qo'zi mana jonivor. Endi to'g'ri tushuninglar. Misol aytyapmiz-ku, yaxshi narsalarni o'zimiz ham yaxshi pulga bichib olamiz. O'zimiz ham yaxshi pulga olamiz. Xudo qo'ylab bozorga kam chiqadi akalar, o'zlaringiz bilasizlar. Misol oddiy go'shinashda qo'zlar o'ta ko'p. Biz ham oxirida misol yengil qo'zlarni qo'yamiz, pul yengilroqlarni. Ularni ham ko'rasiz. $350 ga ozgina xayri bor akalar, ko'p emas. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Mana akalar, navbatdagi yana bitta qo'zimiz. Ularda akalar liniyasini bilmaymiz. Lekin bitta narsani bilamiz, arasham bilan inshaalloh qoni bor qo'zlar. Chachishib ketgan bular akalar. Bu tozalari o'zlaringiz bilasizlar, $500, $600. $1000 ham sotdi, holatga qarab. Ularda misol otasini yo liniyasini, to'shni haligisini bilmaymiz. Lekin xudo xolasa go'zal narsalar akalar. Kimga ma'qul kelsa qaysi bir aloqa chiqarasiz. Uni toza arashan yo bir nima deb maqtamaymiz. Kommentariyada misol o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Haqiqatda aytib sotilaveradi. Prosta yaxshi narsa hamma joyda ham yaxshi pul bo'ladi, o'zlaringiz bilasizlar. Xo'p akalar, bu 3-qo'zimiz. O'ta dahshatli, buni ham mana dumbalari kelishgan, quloqlari shalqon quloq. Bitta
bu tarafi bor ekan, boshida kichkina qashqachasi bor ekan. Mana ko'rib ko'rasiz. Ammo oyoq qo'llari narigilarga nisbatan buniki baquvvatroq. Dumba ham mana razrez buniki jicha. Mana. Dumbasi ham razrez aka. Akalar dumbasi ham razrez qo'zimiz buniki. O'ta ideal narsa. Bu ham o'ta polvon, yo'g'on narsa. Jonivorda oldi tushlari ham o'ta kelgan qo'zimizda. Mana oldi tushlari. Yo'g'on narsa. Kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqib bemalol sotib olishlaring mumkin. Hozir bo'yni o'lchab o'tamiz. Mana akalar, xudo xolisa qo'zimiz o'ta dahshatli. O'ta shalpon quloq ekan jonivorda. Qarang quloqni. O'ta zo'r ekan. Bitta like turib qo'yasizlar mana shu. O'ta yo'g'on oyoq qo'li, baquvvat qo'zimiz. Xo'p, buni bo'yini o'lchab o'tamiz akalar. Bu ham shu 3 oylik nari beri qo'zi. Mana bu ya. Etimish pilis ekan akalar. Ammo yo'g'onligi o'ta yo'g'on qo'zi. Tishi bu aniq u. Qo'zichoq. Unga o'zi hamma yo'q aytib turibdi qo'zini. Mana. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar akalar. Buni ham $350 ozmon sayrini qilib beramiz. Aloqa chiqarasizlar akalar. Ammo hamma qo'zimiz o'ta dahshat qo'zilar. Massini, yeminni qo'yga tarbiyalab boqaman degan akalarga tavsiya etib o'tamiz. Quloqlari ham kelgan ekan bu qo'zi. Dumba ham razrez. Aloqa chiqarasizlar akalar. Mana akalar qizil variantdan so'raganlar, qizil qo'zlarimiz ham kelgan. O'ta dahshatlar, xudo xolasa qo'y qilib olaman deganlar. 3 ta urg'ochi bitta qo'chqor qilib xillab qo'ydik akalar. O'zi bir pachka narsa. Ko'raverasizlar. Urg'ochilar ham ko'tlari tikka, nimalari mana ko'ringlar. Mashalloh. Go'zallar. Buni qashqasi qo'chqor akalar, mana qashqa bormi? Polvon. Qashqa polvon qo'chqor. Cho'g' urg'och. Hammasini qo'y qilib olay, maza qilib boqaman degan hoji tog'alarimizga yo boshqa akalarimizga bemalol tavsiya etib o'tamiz. Qo'zlar o'ta xil qo'zlar bor, bir-biriga o'ta munosib. Bir qo'ra akalar, quloq oshlari butun. Xudo xolasa qo'zlar uyaltirmaydi jonivorlar. Yema ochmoq sinovdan o'tdi, garantiyasi bor. 4 ta ham xil mana. Buni qaranglar, o'zini polvonligini. O'ta ideal akalar. Go'zallaridan boqaman deganlarga go'zallari mana. 4 ta. Akalar bularning narxi qiziqqan akalarimizga narxini ham yo'lida qilamiz. 4 ta uni bir joyga olgan akalarimizga 3 million so'mdan ozmoz xayrini qilib beramiz. Hammasini 4 ta uni bir joyga olganimga 12 million so'mga ammo ozgina xayrini qilib beramiz akalar. Dastavkasi xudo xolasa yetkazib berish besplatni akalar yetkazib beramiz. Mana yana bir ko'rg'on orasida qo'zlarni. Mana chekkadagi qo'chqor, chap tarafdagi. O cho'g' urg'och akalar. Qaydadir to'g'li deydi, sovliq deydi, mana ko'rg'on orasida. Dahshat qo'zlarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Qora sariq qo'zlar bor. Hozir sariq qizil so'rag'anlar bor. Mana sariq qizilidan 3 ta urg'ochi, bitta qo'chqorcha akalar mana. 3 million so'mdan O'zbekiston milliy dastavkasi bor, qo'y qilib olaman degan akalarimizga. Ammo bular hamma qo'zini video qilib chiqamiz. Aytib o'tyapmiz akalar, bular qor ko'rgan qo'zlar. Bular so'limaydi jonivorlar. Xudo xolasa inshaalloh zo'r oldinga faqat oldinga qarab ketaveradi. Chunki yirik qo'zlar akalar. Mana ko'ringlar, o'zlari bitta baho berib turib ko'rasizlar. O'ta zo'rlar, yo'q. Baynaqasidan boqaman degan do'st birodarlar jo'natib qo'yasizlar. Mana qo'chqor qashqasi. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. 12 million so'm dastavkasi ichida yetkazib olib beramiz. Ashaqqa yursinchi. 12 million so'm. Mana. 12 million so'mga dastavkasini yetkazamiz akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivorlar. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Akalar mana toza sori uzun limuzin variantdagi so'liq qo'zi so'ragan akalarimizga zo'rlarni olib kelib qo'yganmiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar. Bundan keyinga bundan kunlik farqi bor qo'zlar bor. Shularni ozgina kichikroq variantlari puli yengilroq. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqib bemalol sotib olishlari mumkin.
Qo'zlarimiz soni 20 dona akalar, hammasi urg'och qo'zlar. To'xli deydi, qaydadir urg'och deydi, sovliq deydi akalar. Qo'zlar ama o'ta uzun, etvoshi yaxshi, yirik qo'zlar. Qo'yib olaman degan akalarimizga toza yiltirlardan mana jonivorlar, challovoshlarini ko'rib ko'rasizlar. O'ta cho'tki variantlar. Akalar bularni soni 20 dona, oyligi 5 oylik atrofida qo'zichoqlar. Kallavoshlari o'ta toza, yiltir narsalar. Dumbalari tikka. Oyligi 5 oylik atrofi. Narxi akalar hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga 2.750 mingdan ozmo sayri bor. Tanlab olganga 50 ming so'm plus minus bor ekan. Kichkinasini tanlaganga minus qilamiz, kattasini tanlaganga plus qilamiz ekan. Hammasini bir joyga olgan odamga 2.750 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida ekan. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Qizlar bir qurbaqa o'tkazinglar. 20 ta akalar, xil qo'zlar bor-ku. Qo'yib olaman degan akalarimizga shuni mana shu videoni jo'natib ko'rasizlar. Mana qo'zlarimiz. Mana qaranglar. Ichida qashqa qo'ylar ham bor, qashqa, bosh qashqa yiltir. Qashqa qo'ylardan boqaman degan akalarimizga bosh qashqa yiltir qo'zlarimiz ham bor. Narxi akalar o'sha 2.750 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida ozmo sayrini qilib beramiz. Soni 20 dona. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. O'zini o'ta limuzin variantdagi qo'zlarni boqaman degan akalarimizga mana shu video jo'natib qo'yasizlar. Dumbalarni ham birorta past dumbasi yo'q. Hammasi tikka dumba. Sog'liq bo'lsa, akalar tikka dumba bo'lsa, ana bu zo'r qo'y bo'ladi. Mana javob. O'zi obunachilarimiz bilishadi dumbalarni. Tikka qo'y baribir sog'liq ayniqsa har tomonlama yaxshi akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar akalar. Mana qo'zlar zo'rlarni qo'ydi. Mana akalar, hozirgi qo'ylarimizni burib sal kichinaytirib qo'yilgan variant. 15 ga 20 kunlik farqi bor qo'y variantlari. Sal maydonlarni ajratib qo'yganmiz akalar buni. Xudo xolasa bular ham xuddi shunaqa yaltirab toza qo'ylar naslga. Toza nasl bu nasl emas, просто qo'yni zo'rini, yaxshisini qo'yib olaman degan akalarimiz bo'ladi-yu. Ashnaqalardan. Bular ham hammasi urg'ochi, soni 11 bosh. Hammasini bir joyga olaman deganlarga buni ham narxini vobshe arzon qilamiz akalar. O yaltirashini qaranglar, qo'zlarni o'ta dahshatlari bor-ku. O'ta uzunlaridan qo'yib olaman degan akalarimizga hammasini bemalol tavsiya etib o'taveramiz. Jonivorlar hammasi tikka dumba, sog'liqlarimizni vobshe dahshatlari. Yoshi shu 4 oylik atrofida qo'zlar akalar. Ammo qorni ko'rgan qo'zlarni xolasa so'lamaydi. Yeb itishiga bir hafta garantiyasi bor bularning. Soni 11 bosh. Bular buni kallalari qaranglar, yaltirab turibdi jonivorlar. Hammasi sog'lom, o'ynoqlab turgan narsalar. Hammasi go'zal narsalar. Hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga dastavkasi har doimgidek bizda xudo xolasa besplatni bemalol aloqa chiqsalarim dastavkasini ichida qilib beriladi. Maza qilib boqaverasizlar. Mana aka, xudo xolasa dastavkasi besplatni olib berish bizni o'yinimizga aka. Qo'zlar ama zo'r qo'zlar. Birortasini manqas nuqtasi yo'q, kasal yo'q akalar. Hamma yo'g'i yeb itishi, nuqsoni yo'q qo'zlardi bor-ku. Turishini qaranglar, hammasi o'ynoqlab turadigan sog'lom qo'zlar. Xo'p akalar, bularning narxi hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga 2.550 ming so'mdan yetkazib olib borib beramiz. Oxiri akalar dastavkasi ichida. 2.550 ming so'mdan kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Qo'zlar, yirik qo'zlar, qo'y olaman degan akalarimizga videoda tashlab qo'yasizlar. 2.550 ming so'mdan sog'liq qo'zlar dastavkasi O'zbekiston bo'ylab ketdi akalar mana. Xudo xolasa toza husori qo'ylardan boqaman deganlarga simjin toza husori sog'liq qo'zlarimiz akalar. Soni 11 dona. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar akalar. Mana.
Zo'r qo'zlardan boqaman. Uzun qo'zlar akalar.